Ilohiy temir. Qadim zamonlarda bir dehqon yashagan ekan. U shu qadar qashshoq ekanki, ro'zg'orida bir parcha temiri ham yo'q ekan. U daraxt kesish va yer haydash uchun tosh hamda yog'ochdan yasalgan asboblardan foydalanishga majbur bo'lar ekan. Ertadan kechgacha qora terga botib ishlasa ham biri ikki bo'lmas ekan. Buni ustiga ustak u juda erkit, yengil boshi dalva bo'lib, qizlar uni ko'rdi deguncha yuzlarini teskari o'girib ketishar ekan. Bolalar undan qochishar ekan. Qari-qartanglar esa yuzlarini yashirib, uni holiga yig'lashar ekan. U bechora yolg'izlikda azob chekar ekan. Hatto hayvonlardan tortib qushlargacha undan qochishar ekan. U o'rmonga bordi deguncha hamma yoq jimib, suv quyganday bo'lib qolar ekan. Ariqdagi sharqirab oqayotgan suvlar ham u bilan gaplashgisi kelmaganday sokin oqar ekan. Bir kuni dehqon ajoyib tush ko'ribdi. Tushida osmondan ruh tushganmishda unga: ertaga oldingdan 3 ta otliq o'tadi. Ular sendan qo'nib ketish uchun joy so'raydilar. Esingni yig', tag'in ularga yo'q deya ko'rma, deganmish. Darhaqiqat, ertasi kuni u kulbasi oldidan ot mingan odam o'tib ketayotganini ko'ribdi. Otliq boshdan oyoq kiyingan bo'lib, mingan ot ham oppoq ekan. Undan sovuq shabada esibdi. Uyingda bir kecha tunab ketishga joy topiladimi? Tezroq joy tayyorla, deb baqiribdi otliq. Meni kulbai vayronamda sizga munosib joy yo'q. Iltimos qilaman, janoblari, boshqa yerdan joy axtarib ko'ring, debdi o'zini yo'qotib qo'ygan dehqon. Oradan sal vaqt o'tgach, dehqon ko'zni qamashtiradigan darajada sariq libos kiygan, saman otga mingan suvorini ko'ribdi. Uning orqasidan pag'a qora bulutlar suzib kelayotganmish. Suvor yaqinlashganda tog'dan sovuq shamol esibdi. Dehqon qo'rqib ketib, unga ham joy yo'q, deya javob beribdi. Kechqurun oy chiqmasdan ancha burun dehqon boshdan oyoq qoraga burkangan, chorpahildan kelgan xunuk bir suvorini ko'ribdi. Zulukday qop-qora abjir otga minganmish. Otliq yaqinlashgach, osmon yorishib, mayin shabada tog' chechaklarining xushbo'y hidini olib kelibdi. Bog'otga qo'ngan qushlar chaq-chaq urib sayrab yuborishibdi. Ariqlardagi suvlar esa toshdan toshga urilib, unga joy ber, deyayotgandek sharqirab oqa boshlabdi. Dehqonning o'zi ham bu safar hech qanday qo'rquvni sezmabdi. Lekin qizig'i shundaki, ertasiga erta bilan notanish odam g'oyib bo'lib qolibdi. U yotgan joyda esa bir bo'lak katta qora temir qolibdi.
Shunda dehqon oldingi 2 otliq oltin bilan kumushni ruhi ekanini anglabdi. Dehqon o'z ishidan pushaymon bo'libdi. Lekin qushlar uni tepasiga kelib baravariga "Achima, achima, pushaymon bo'lma!" deb cho'g'irlashibdi. O'rmondagi hayvonlar esa "Temir bebaho, temir bebaho!" deb qichqirishibdi. Dehqon g'oyibdan kelgan ana shu bir bo'lak temirdan omoch yasab yer haydashga tushibdi. Tez kunda sholisi unib chiqa boshlabdi. Sal kundan keyin esa ular bosh torta boshlabdi. O'shandan boshlab temir omoch dehqonning og'irini yengil qilibdi. Tirikchiligi ham ancha yengillashibdi. U endi yuviqsiz va dalva kiyim kiyib yurmaydigan bo'libdi. Qizlar ham oldidan o'tar ekanlar, noz bilan qiyo boqadigan, bolalar sevib unga yopishadigan, qarqartanglar uni ko'rganlarida quvonadigan bo'libdilar. Qushlar sayrab uni qutlaydigan, o'rmondagi ariqlar esa uni ko'rganda qutlab, hayqirib oqadigan bo'lishibdi. Stil Pantera taqdim etadi. Rus tilida. Bolalar va kattalar uchun Pushkin ertaklari. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир». Ivan Andreyevich Krylovning mashhur va noma'lum masallari. По улицам слона водили, как видно, на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. O'zbek xalq ertaklari. Давным-давно жил один старик-охотник со своей женой-старушкой. Однажды поставил старик селок и сел караулить. Смотрит, в селок попал большой аист. Ганс Христиан Андерсен. Qish ertagi. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. G'ofur G'ulom. Shumbola. Дни идут за днями. И однажды Ишан снова зовет меня в худжру. «Сын мой, — говорит он мне ласково, — много труда ты положил на нас. Теперь знаешь все дела нашего дома. И сам видишь, сколько человек я должен содержать. Пора тебе тоже добывать деньги». O'zbek tilida. O'zbek xalq ertaklari. Bor ekanu yo'q ekan, och ekanu to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. O'tgan zamonda bir boy bor ekan. Uni bir eshagi va bir ho'kizi bor ekan. U odamni yeri ko'p ekan. Bu yerlarni qarol qo'shchilarga ektirib kun o'tkazar ekan. G'ofur G'ulom. Shumbola. Biz yalang oyoq, bo'z ko'ylak ishtonli kirchir bolalar to'tiga yaqinlashib, "To'ti, to'ti, to'ti, to'ti" deb qichqirar edik. Asrakal bizni quvlar edi. Qo'liga tushsak urardi. To'ti bo'lsa orqamizdan "Buyni" deb so'kardi. Oskar do'konlar tarmog'idan
Yoshingiz va didingizga mos audio mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Yangiliklardan boxabar bo'lib boring. Steel Pantera hamisha siz bilan.